Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü dersimizni Allah Taola'nınki isim sifatlaridan El-Mujib degan isim haqida to'xtaladigan bo'lgan hamda Allah Taola'nın isimlari o'tganda darsda deganga o'xshash 99 mujib hamda Qur'on Kerim'de 81 ismi bayan kılıngan, hadiste 17-18 ismi bayan kılıngan, şununla o 99 mücik hamda. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah Teala'nın 99 ismi var digini, köplikni ifadeleydi deydi alimler. Allah Teala velillahil esmaul husna fad'uhu biha degan. Allah'ın güzel isimleri var. Aşınılı dua kılına degan. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mankilet onu belgilemegen hamda. Yani isimleri var degan, qanchalik isim demegen hamda. Şununla mujib degan isim Allah Teala özünü mujib de atgan. Yani mujib degan dualarni ijobat qiluvchi, tilaklarni qabul qiluvchi degan ma'noda ekan. Allah Teala bandalarning duolarini ijobat qilganligi va tilaklarini beradiganligi haqida o'zi va'da qilganda: "Va iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li va yu'minu bi la'allahum yarshudun" deyilgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu deyildi. Meni bandalarim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqinki, men haqiqatan ularga yaqin. Ularga ilmim bilan, ko'rishim bilan, kontrol qilishim, kuzatishim bilan ularga yaqin. Eng yaqin men ularga, mu'minlarga, haqiqiy mu'minlarga nimam bilan, yordamim bilan, tavfiqim bilan yaqin. Bana dua qilsa, men dua qilg'uchining duosini ijobat qilman. Shunga ular to'g'ri yo'l topish uchun mening da'vatimni qabul qilsin deydi. Endi oyatning mening da'vatimni qabul qilsin va menga ishonsin degan qismi ahvol shunday bo'lsa, ular din va dunyolik, ya'ni din va dunyolik har qanday ishlarda to'g'ri yo'l topish uchun va yaxshi amallarni qilish muyassar bo'lish uchun mening iymonga chaqirgan da'vatimni qabul qilsin va menga chin ishonsin. Ya'ni Alloh va'da qildi, va'dasida turdi deb menga ishonsin. Shunda qilsa, men cho'qim ularni eng yaxshi mukofotlar bilan mukofotlayman deganlik bo'ldi ekan deb. Alloh taolo Al-Mujib degan ismi Qur'on Karimda bir qancha o'rinda kelgan. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ deydi. Nuh qavmining iymon etishidan umidi uzilgandan keyin bizga iltijo qildi, biz uning iltijosini qabul qildik. Biz nima degan yaxshi qabul qilguvchi deydi. فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ degan biz nima degan yaxshi qabul qilguvchi degan gapda. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ. Andın Rabbinglardan mağfiret qilinglar, andın onunğa tövbe qilinglar, chunki Rabbinglar o'ziga yuzlangan kishilarga bak yaqinda duosini ijobat qildi deydi. Mushu oyatlarda mujib degan so'z kelgan demakdir. Endi bu yerda duo ibodat. Dua ibadet olapmı ibadetin cevheri hamdicha. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Ad-du'a huvel ibad" degan. Dua ibadetdir deb ko'rsatgan. Dua eng obrazli, eng samimiy ve eng katta ibadet. Chunki Alloh taolaga duo qilib hojatlarini tilgan odam tilaklarini chin qalbidan tilaydi. Eng samimiy holati bo'ldi va Alloh taolaning mavjud ekanligiga, bandasining ahvolini ko'rib turadiganligiga, uning rahim shafqat qiladiganligiga, duoni anglaydigan va ijobat qilishga, tilaklarni berishga qodir ekanligi bo'lgan iymonni shu duoda yengilaydi hamdi. Chunki ishonmasa duo qilmaydi-da. Borligiga ishonmasa duo qilmaydi. Qudratiga ishonmasa endi duo qilmaydi. Demak, bu nurg'un iymon bor shu duoda hamdi. Şuna bu katta ibadet deyilgan gap. Çünkü bu duada Allah Teala'nın El-Haq, El-Basir, El-Rahim, El-Semi', El-Qadir degan isimlarga bo'lgan iymon yangilanadi. Haq degan Allah Teala'nın mavjudligi, Basir degan Allah Teala'nın ko'rib turadiganligi, Semi' degan Allah Teala'nın anglab turadiganligi, Rahim degan rahim shafqat qiladiganligi, Qadir hamma kuch yetadiganligi. Shaksizki inson eng zo'r ehtiyoj bo'lgan narsa, insonning eng zo'r ehtiyoji bo'lgan narsa duo. Duoga bak ehtiyoji bor. Chunki inson ojiz, hamma narsa o'zi qilib bo'lmaydi. Inson ojiz, Alloh taolo kuchli. Inson faqir, Alloh g'ani, ya'ni boy. Inson muhtoj, Alloh saxiy. Inson jahil, nodonlik qilib qo'ydi. Chunki u ko'p hollarda o'zining foyda ziyinini bilmay qoldi, ammo Alloh taolo unga
nemening foydali ekanligini biladi ve şunu beradi. Allah Teala bütün kainatni yo'q qilib etsa qilib etadiki, ammo biror bandining duosini ijobatsiz tashlab qo'ymaydi. Ya'ni kainatni yo'q qilib etish Allohga o'ng'ay. O'zi yaratdi ya, o'zi o'ysa odam uyni buzib oladi, shuning o'xshab yo'q qilib oladi, ammo bir bandininki tiligini yerda qo'yib noumid qo'ymaydi-da. Bir bandining tiligini yerda qo'ymaydi hargiz. Ijobatsiz qo'ymaydi. Chunki Alloh taolo ud'uni astajib lakum, menga duo qilinglar, men duoyingni qabul qilaman deb va'da qilgan. Va'dallohi la yukhullahu va'dahu walakin aksarun nas la ya'lamun deydi. Buni Alloh va'da qildi. Alloh va'dasiga xilof qilmaydi, lekin kishilarning to'lisi buni bilmaydi. Endi dua ajdaq ijobat bo'ldi. Dua ijobat bo'ldi deganimiz tilab bo'g'ichi taraqqina bir kil degan gap emas ham buni. Ba'zi duo biz burunqi darslarda dedik aynan. Ba'zi duo bizning manfaatimizga uyg'un bo'lsa, darhol shu vaqtda ijobat bo'ldi. Ba'zi duo bizning manfaatimizga uyg'unroq vaqtda bizga ijobat qilib turdi. Ba'zi duolarni tilsak, endi masalan dunyodagi odamning hammasi men podshoh bo'lsam deb tilsa, dunyodagi hammadan men doktor bo'lsam deb tilsa, o'chaqda o podshoh puhra bo'lmasa kimga podshoh bo'ldi o? O'chaqda hammadan doktor bo'lib qolsa, kasal bo'lmasa doktorlar ochqolmamdi. Shunga o'xshash hamda ba'zi duolar ijobat bo'lmaganmi, uningga shu duoninki barobarida gunohlar mag'firat qilindi va Alloh taolo uningga yaxshiroqni berdi va oxiratda mukofot berdi. Ya'ni Alloh qo'l ko'tarib qilgan duo hargiz baqa ketmaydi. 1 gram baqaga ketmaydi. Endi Alloh taolo har qanday duoni ijobat qildi. Alloh taolo hamma duoni anglaydi va ijobat qildi. Endi Alloh taolaning duolarini ijobat qilish qanday bo'ldi? Qanday ijobat qildi? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qandaqli bir odam duo qilib gunoh sodir qilishni yoki tuqqanchilikni uzishni tilamagan bo'lsa, duosida, "Ey Alloh, men bir palonning adibini bir o'tay yoki palonning binasini elib olayman, paloniga ziyon yetkazay deb duo qilmasa, tuqqanchilikni uzishga, tuqqanimdan voz kechib ketay deb duo qilmasa va aldirab qolmasa aniga, hozir duo qildim, duoim tez ijobat qilib deb turib olmasa, Alloh taolo uning duoini ijobat qildi, yo uning tilganlarini mushu dunyoda berdi, yoki duoini uningga savob qatorida oxiratda saqlab qo'ydi, va yoki duo qilg'inichilik gunohlarini mag'firat qildi degan. Rasululloh degan bu gapni. Deganki sahobalar, "Ya Rasululloh, aldirab qolganlik degan qandoq?" deb so'raganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aldirab qolganlik degan, duo qildim, ammo duoim ijobat bo'lmadi deganlik deydi. Anda demanglar deydi. Ijobat bo'lmadi demanglar, bo'ladi u. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana qandaqla bir musulmon duo qilib, duosida tuqqanchilikni uzishni tilashla bo'lmasa, Alloh unga mo'ni 3 ishning birini berdi degan. Ya uning duosini darhol ijobat qilganlarini berdi, yoki duosini oxirat uchun saqlab qo'yildi. Yoki uningdan shunchalik yomonlikni to'sidi deganda sahobalar, "Undaqda biz duoni ko'p qilaylik" degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allah texmi ko'p berdi deganman. Ikki ayrim hadis birisi-biriga o'xshab ketadi, ammo oxiri o'xshamaydi. Alloh taolo bandalarga o'z onalaridanmi bak shafqatlik va mehribon. Onadan mehribon yo'q dunyoda, ammo Alloh onasidanmi mehribon insonga hamda. Mehribon. Shunga bandining Alloh taoladan so'ragan narsa go'yida shu banda uchun ziyonli bo'lib chiqadi. İnsanlar işlerinin akıbetini ve özünün faydasını bilmegen bilen Allah Teala ularga nimenin faydalı, nimenin ziyonlik ekanligini obdan biladi. Şuna bazı dualar derhal ijobat bo'lsa, bazı kechikib ijobat bo'ldi, bazı bo'lsa ijobat bo'lmasdan Allah tarafidan kishining so'raganini yaxshiroq beriladi. Hatta bazı dualar şartları to'liq bo'lgan bo'lsa-mu, vaqtida ijobat bo'lmay, so'rg'uvchining manfaati uchun eng yaxshi, eng munosib bir vaqt ijobat bo'ldi. Shu aniqki Alloh taologa ko'tarilgan qo'l qat'iy quruq yonmaydi endi. Ulamolardan biri mundaq deydi-da, duoyim ijobat bo'lsa xo'sh bo'lma, ammo ijobat bo'lmasa 10 hassa ko'p xo'sh bo'lma. Chunki avvalgisi mening tanlig'inim, keyingisi Alloh taolaning tanlig'ini. Alloh taolo o'ziga iltijo qilib duo qilgan bandasiga albatta eng yaxshisini tanlab berdi dedi. Alloh tanlab berdi. Endi payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borgan kunidan beri Alloh taolaga yalvarib, o'zining ana yurti bo'lgan Makkaning fathi bo'lishini tilgan. Uning duosi darhol ijobat bo'lmasdan islom dini kuchaygan, musulmonlar qudrat topgan, munosib bir vaqtda
ya'ni hijriyat qilib 8 yildan keyin ijobat bo'lgan. 8 yildan keyin ijobat bo'ldi. Hatto shu arada Rasululloh Makkaga berib tushgandi masalan, laqad sadaqallohu rasulullohu ru'ya degan oyat vayni. Rasululloh Alloh payg'ambarning ko'rgan tushini rostga chiqardi dedi. Hammasi shuniki duoning ijobat bo'lishiniki bishoratlar edi. Lekin payg'ambarimiz ümidsizlanmadi. Vatini en ahiri fethi qilindi endi Makka. Yani Allah Teala kafirlarning duosini ijobat qildi. Kafirlarning duosini ijobat qildi. Allah Teala bunu ikki holatda kafirlarning duosini ijobat qildi. Biri beshiga kun tushgan odamning duosi, yana biri zulm uchirgan odamning duosi. Beshiga qattiq kun tushgan yoki zulm uchirgan, haqsizlikka uchirgan odam bo'lsa, mayli qanday dinda bo'lsin, Allohni tilisa, Allohga sig'insa, shuni Allah Teala onu icabet kıldı. Emme yucibul mustarra iza da'ahu ve yakshifu su'a ve yec'alekum khulafa'al ard e ilahum ma'allah qalilan ma tezakkarun. Ularning Allohga shirk qilib olgan narsalari yaxshimi yoki beshiga kun tushgan odam duo qilsa, duosini ijobat qiladigan, uni beshiga kelgan eg'irchilikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni yer yuzining o'rinbosarlari qilgan zotmi? Bu ishlarni qilishda Alloh bilan biror iloh bormi? Yo'q. Sizlar to'limi az ibrat olasizlar degan. Endi bu yerda kunga beshiga kun tushgan odam deydi, kun tushgan mu'min ya musulmon demaydi. Har qanday bir odam beshiga kun tushsa, Allohga sig'insa, ijobat qildi. Hatto bir musulmon bir kofirga zulm qilgan bo'lsa, bu kofir Allah musulmon mu'min bandan menga zulm qildi, menga orib bergin desa, Alloh taolo shu kofirning haqqini musulmondan epirdi. Üzünü adalet bilen. Peygamber Aleyhisselam Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ını Yemen'e vali kılıp evetgende onu biriga zulüm kılıp koyup onun beddua kılışını hazır eyle. Çünkü onun bilen Allah'ın oturusunda perde yok diyen. Yeni bir hadiste gerçi kafir bolsa mu biriga zulüm kılıp koyup onun beddua kılışını hazır eylenla. Çünkü onun bilen Allah'ın oturusunda perde yok diyen. Yani perde yok. İcabet kılıverdi. Allah Teala bendilerinin dua qilishini yaxshi ko'rdi. Dua qilsa yaxshi ko'rdi. Masalan, insondan binasi tilisa, binasi so'rasa, achchiq kelib qoldi shundami? Ammo Alloh Taolada qanchalik so'rasa, shunchalik xush bo'ldi. Bandilarim mendan so'radi, menga bo'lgan ojizligini, ehtiyojini menga izhor qildi deb Alloh Taolo mamnun bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganki, Allah'ın nazarında duadan kıymetli narsa yoktur diyen. Ülemalar bu hadisinin şerhide mundaq degende dua en katta ve Allah'a en yakınlık ibadettir. Hatta Allah duanı terk etken bendisiga g'azab qildi degan. Terk etkenga g'azab qildi. Çünkü duada özünün aciz bende ekanligini, Allah'a muhtojligini itiraf qilish ve Allah'a ishonch qilishdan iborat tavhid aqidasi o'rnalgan bo'ldi. Şuna dua Allah Teala'ga en yakınlık kıldı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mudaktab gösterken yani. Sizler Allah'a dua kılgınlarda onun icabet buluşuna çin işini kılınlar. Bilinler ki Allah gafletdeki pervasız kişinin duasını icabet kılmaydı. Yani yüzü dua kıptırıp, dua kıptırıp kallası başka yerde olsa onun hiç ehmiyeti yok hem de onunca. Ama sen kalbin Allah'a tutaşkan, Allah'a bağlangan olsan, sen nerede olsan, beni kul gütemegin. Kolunu kütəməy hatta şu ağzında demsəm, köngləndə desəm, aşını icabət qıldı. Çünkü kalp Allah'la bağlanğan çağda. Allame İbn Qayyim Cevzi mundaq degəndə dua bala qazadan saqlanışının və tiləklərə erişinin ən çox səbəblərindən biridir. Lakin onun təsiri dua qılğıcının əhvalı qarab bir xil bolmaydı deydi. Bu ya başqalarga yamanlıq tiləşdən ibarət Allah yaxshi ko'rmaydigan duoni qilish yoki qalbdagi ojizlik sababli duo qilgan vaqtida Allohga yuzlanmay parvosiz holda duo qilishdir. Bu chog'dagi duo yipi bo'sh tortilgan o'qiyadan chiqib yiroqqa bora olmagan o'qqa o'xshaydi deydi. O'qiyani yipni bo'shroq tortib qolib bersang iyi ketadi. Yipni rosa tortib qo'yib bersang joyiga yetadi-ku. Ashunda duo bo'lib qoldi, achiqda nishonga yetmay qolib qoldi.
Endi Alloh taolo bandalarning ko'nglida qilgan duolarini ijobat qildi. Ya'ni ko'nglida qilgan duosini ijobat qildi deydi. Masalan, inson qanday sharoitda, qanday joyda va qanday holatda bo'lsin, Alloh taolo bo'lgan hojatini ko'ngliga keltirib, uni iltijo qilsa, hatto ovozsiz holda ko'nglida munojat qilsa, uning munojatini qabul qilib, tilganlarni biridir. Qur'on Karim Zakariya alayhissalomning qissasida bunday deganda, iznada robbahu nidaan xafiya deydi. U o'z vaqtida Rabbiga past ovozda munojat qildi deydi. Past ovoz, hatto ovozi chiqmadi, munojat qildi. Duoni past ovozda qilish duoning muhim adablaridan biri. Chunki Alloh taolo ud'u robbakum tadarruan va xufiya. İnnehu la yuhibbul mu'tadin deydi. Rabbinglarga yalvarib turib, past ovozda duo qilgan shaxsizki Alloh haddidan oshirib o'tganlarni yaxshi ko'rmaydi deydi. Yani ayetning haddidan oshirib o'tganlar degan qismi duoda ovozni yuqori ko'tarib boshqalarni rohatsiz qiluvchilarni va haromdan yeb ichib haramdan kiyinguvchilarni ko'rsatdi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ovozni yuqori ko'tarib takbir to'g'lagan kishilarga, "Ey insonlar, o'zinglarni tutulinglar, o'zinglarni ayanglar, chunki sizlar anglamaydigan yoki yiroqdagi birini chaqiratmaysizlar, balki sizlar anglaydigan, sizlarga yaqin va hamisha sizlar bilan birga bo'layotgan zotni chaqiryapsizlar" degan. Shu duoda boshqalarni murohatsiz qilmaslik kerakda. Ichingda qilsan yoki yolg'iz bo'lsang, uyda ovozing endi boshqalarni rohatsiz qilmaydigan shaklda. O chunki Alloh taologa bizning ovozimiz kerak emas, qalbimiz kerak, qalbimizni bog'lansak bo'ldi. Payg'ambar sollallohu yana bunday degan, birov usti beshi chang tuzan qaplagan, chochlari cho'g'ilgan qiyofatda ikki qo'lni osmonga ko'tarib, "Ey Robbim, ey egam" deb duo qiladi. Halbuki uning yegan ichganlari haromdan, kiyganlari haromdan bo'lib, o haromda uzuqlangan tursa, uning duosi qanday ijobat bo'ldi? Bu hadisning ma'nosi shuki, birov eng bechora qiyofatda chochlari cho'g'ilgan, chiroyi sag'argan, shunda bechora holatda Alloh taologa duo qilgandan, bunda bechora odamning duosi chuqur ijobat bo'lishi kerakdi. Ammo uni yegan ichganlari haromdan bo'lganligi uchun shunday holatda bo'lsin, duosi ijobat qilmaydi deydi. Ana duo qilishning eng afzal vaqtlari saydiga borgan vaqt. Birinchi, duoning markazi bu. Sayd deganmi namozning yadrosi. Şu secde. Allah Teala secdeden onunla yakınlaşış ve tilaklarını kolga keltirish uchun en yaxshi fursat ekanligini bayon qilib degan. Vasjud vaqtarib. Allohga secde qilgan, shu orqali onunga yaqinlik hosil qilgan deydi. Payg'ambar alayhisalom bunday degan. Bandaning Allohga eng yaqin bo'lgan holati uning secdedagi holatidir. Bu vaqtda duoni ko'p qilinglar degan. Shubhasizki musulmon kishi. İkincisi kişinin ahireti 3'ten biri, yani bamdat namazdan ilgiriki vaqtlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunday degan. Allah her kişinin 3'ten biri qolganda birinchi osmonga tushdi va menga duo qildiganlar bormi? Duosini ijobat qilay, mendan hojatlarini tilaydiganlar bormi? Ravo qilay va mendan mag'firat tilaydiganlar bormi? Mag'firat qilay deb nido qildi. Shu bizga tilaklarni tilash va gunohlardan poklanish uchun sahar vaqtidan afzal vaqt yo'q, mutlaq. Eng afzal vaqt sahar vaqtidir. Ama üçüncüsü qattiq xushal yoki qattiq qo'rqinch lahzalarda inson hayajonlanadi-da. Mushu lahzalarda qilgan duolar ijobat bo'lishga eng yaqin. Alloh taolo Zakariya alayhissalomning qissasini bayon qilib, "Hunalika da'a Zakariya robbahu qala robbi hab li min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a." Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Alloha yubashshiruka bi Yahya bi kalimatin Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah ve seyyidan ve hasuran min as-salihin dedi. Ve nebiyyen min as-salihin. Zakariya her qatim onun ibadetgahına kirse, Meryem'ni deydi. Meryem'nin yanına kirse, onun yanında birer yemeklik uçurtattı. O talağa çıkmakla o mihrapta ibadet kılıp oturur. Hazreti Meryem her qatim kirse, şurada yemeklik var, meyveler var, her mevsiminin meyveleri var. Bu hayran qaladı-da, onu Meryem, bu sana qayerden keldi dedi. Meryem, bu Allah tarafından geldi. Şəksizki Allah xalqan adamga hesapsız birdi dedi. Şu vaqtda Zakariya
Rabbiga duo qilib, "Ey Rabbim, sen menga o'z dargohingdan bir yaxshi farzand ato qilgin. Chunki sen duolarni anglab turguchisan" dedi de. Ana bu oyat xushallikdan qattiq hayajonlangan vaqtda qilgan duoning ijobat bo'lishiga ishorat. Chunki u yerda hayajonlanib ketdi bu. Maryam jim o'tirdi, ammo buning oldida yemaklik, hatto shu ya'ni her mevsimninki aşı üzlünki meyveleri muşunda turdu. Bunu sırtı çıkıp ekirgen buluşu mümkün emas. Dep muşunda Allah duanı munda icabet etken Allah bendisi muşunda biritken de kattık hayacanı Mehmet ilay dep bu uçakta o Zekeriya alsam kerip yaşınıp ketken ayalımı keri tuguştan işkiliz kayıp kalgan. Lekin şu çağda hayacandan hem de Allah hem kadir olun. Bana bir perzent vergen dep dua qildi bir arzusin degandan duosi ijobat bo'ldi shu Yahya alayhissalomni birikligan qiyirgan chaqda birikliganda endi 4-chi safar ustidagi vaqtlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday degan 3 xil kishining duosining ijobat bo'lishiga shak yo'q deydi. Ular zulmga uchragan kishining duosi, musofirning duosi va ota-onaning bolalari qilgan duosi. Mana 3ni unutib qolmaslik kerak. 5-inchisi beshiga kun tushgan kishining duosi. Allah Teala bunday degan: "Amma yujibul multarra iza da'ahu ve yakshifu su'a ve yec'alukum khulafa'al ard ilahum ma'allah qalilan ma tashkurun." Mushriklar cho'qingan narsalar yaxshimi yoki beshiga kun tushgan odam duo qilsa duosini ijobat qildigan, uning beshiga kelgan eg'irlikni ko'tarib o'tadigan va sizlarni yer yuzini o'rin bosar qilgan zotmo, Allohdan boshqa iloh bormi? Sizlar naqadar oz shukr qilasizlar dedi. 6-inchisi 5 vaqt namozining keyingi vaqtlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den qaysi dua ijobat qilish eng yaqin deb so'ralganda, kechining oxirgi qismida farz namozlardan keyingi qilgan duolar ijobat qilishga eng yaqindir deb ko'rsatgan. Kechining oxirgi qismi bomdodning oldi va farz namozlardan keyingi qilgan duolar. Endi duoni tark etish gunoh. Duoni tark etish gunoh. Bu ixtiyoriy ish emas. İslam dininde de buyurulgan her qanday bir ibadetin terk ediş günah bo'lgandek, duanı terk ediş mi günah? Çünkü dua ibadet. Mufassirlar Allah Teala'nın "Ud'uni astajib lakum innellezine yestekbiruna an ibadati sayadkhuluna cehenneme dakhirin." Bana dua qilinglar, men duoyinglarni qabul qilmay, shaksizki mening ibadetimdan cho'ngchilik qilib bosh tortganlar har qilguchi cehennemga xarlangan holda haydildi deb tafsir qildi. Chunki bu oyatga ibodat mening ibodatim dedi ya, ibodat so'zida duo maqsad qilindi. Butun mufassirlar o'sha oyatda ibodatni duo deydi. Ya'ni menga duo qilishni behojat bo'lganlar o'zini cho'ng sanganlikdan yoki hojatim yo'q deganlikdan bo'ldi-da. Shunga Alloh taologa duo qilishni bosh tortgan odam o'zining bandichiligini, ojizligini va Allohga hamisha muhtoj ekanligini iqror qilishdan bosh tortgan bo'lib hisoblanadi. Yani bu da bir dua qilmadığını emas, bu bihacet sanıqalıq. Çünkü bihacet bulamaysanken biz qandaqmı Allah Taala'nın bihacet bulalaymiz. Mesela muşu hemme narsamizni Allah boshqarib tursa, mesela muşu nefesimizin deyli, nefes elish ishni biz o'zimizga topshirib qo'ygan bo'lsa, benden sana hayotni berdim, sana nefesni berdim, havoni berdim, o'zing bir taraf qil degan bo'lsa, muşu o'zimiz bu nefes elish uchun nefesimiz to'xtab qolsa uylab qolamiz ya, uxlayolmagan bo'lardik. Yegan tamoqni hazm qilish uchun bizni bu oshqozonimizga avtomatik o'zimizda hazm qilgan qilmay, biz hazm qilgan, bizga topshirgan bo'lsa, yegan tamoqimizni hazm qilish uchun vaqtimizning 20 kun ketgan bo'ladi-ya. O'ylab qolsak, hamma işte biz muhtojamiz. Mushunda muhtoj turib, o'zini ya ben duo qilmasam bo'ldi, hamma narsam tal deb bunda nima qilib qolgan odam, u Alloh taolaning g'aflatda qolgan odam, o'zining ojizligini, Allohning qodirligini va Allohga bo'lgan ehtiyojini bilmay qolgan odamda hamda u. Bunda g'aflatga odamning ahvoli xatarli hamda. Endi Alloh taolo Mujib degan bu ismidan nimalarni o'rganamiz? Chunki har bir ismidan bir narsani o'rganamiz hamda. Alloh taolo Mujib yani qabul qilguvchi, ijobat qiladigan ismidan bizdan yordam so'raganlarga yordam qilish. Mayli o yordam pul bo'lsin, yo'l ko'rsatish bo'lsin, chiroyli so'z bo'lsin, maslahat bo'lsin, ilm bo'lsin, nima bo'lsa, birolaydigan ahvolimiz bo'lsa, uni berish. Qiyinchilikda qolganlarning qiyinchiligini hal qilish. Ehtiyoj egalarining hojatini ravo qilish, urug' tuqqan, qulun qo'shni, xizmatdosh, do'st, birodarlarning da'vatini qabul qilish qatorliqlarni o'rganamiz. Men bizni da'vat qilgan bo'lsa, ya'ni chaqirgan yerga
bering chaqirmagan yerga bormang degan gap bor ya. Chaqirgan yerga aniki bir davati u, davatni qabul qilish. Bu yerda bu qabul qilish kishilarniki talabini qabul qilish masalan. Mayli u kishiningki talabi moddiy ehtiyoj bo'lsin yoki ma'naviy ehtiyoj bo'lsin yoki qanday bir ehtiyoj bo'lsin, qabul qilishni o'rganamiz. Ya'ni biz boshqalarning ehtiyojini, boshqalarning da'vatini, boshqalarning ko'nglini biz qabul qilmay turib, u Alloh taolodan qanday qabul qilishni talab qilamiz. Biz nimani talab qilmoqchi bo'lsak, shuni biz o'zimiz qilib turib, ey Alloh, men shunday qildim. Masalan, bir banda boshqalarni qat'iy kechirmayman deb turib, Alloh taolo ey gunohlarimni kechirgin Alloh desa, Alloh taolo demaydi, sen mi kechirgin boshqalarni onu kechirishni uygan onu men kechiray deyapman. Alloh taoloning rizqimni keng qil deb tilaymiz. Boshqalarga kuchugin yordam qilib qo'yib, uning rizqini keng qil desam, ha, men bandamni biritgan bersam deb shunga o'xshash qanday bir ish bo'lsa, biz o'zimiz shuni bir qilib, uningdan ana shuni vasilasidan, ey Alloh, men qo'limdan kelishicha bandaligimga loyiq shaklda qildim, sen menga qilgin. Ya'ni qo'lni yursa qo'l yuzni yurdi degan gap bor ya, shunga o'xshash endi. Alloh taolo hammalarni yaxshi ishlarga muvaffaq qilsin, hammalarning duosini ijobat qilsin, ilohi.